3 ta bolani bog'chaga qo'yib, dekretdan chiqqanlar mani juda ham yaxshi tushunishadi. Dekretda o'tirish juda ham qiyin. Bolalar bilan restoranga borish bu ayni azob ish bo'lsa kerak. Sizlarga qanaqa bilmadim, men uchun juda ham qiyin ish, chunki hamma bolam har yoqqa tarqab ketishadi. Oyimlar bilan birga Ocean Basket restoraniga maza qilib mорепродуктlar yeyishga bordik. Mana shuncha mehmon qolasiz, yuring sizni ham bitta aylantirib kelaman deb maza qilib ikkalamiz interyerdan bahra olib, muzdekkina mojitolardan ichishni boshladik. Bizga shunaqa qilib kompliment berishdi. Maza qilib yeb oldik. Bu yoqda chesnok, ostrый sous bor ekan, juda ham zo'r ketdi. O'zimizga ice tea zakaz qildik, maza qilib ichib oldik. Men o'zimga ice coffee zakaz qildim. Shu joyda kechqurun maza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Bu joy Tashkent City bulvarda joylashgan. Juda ham maza qildim. Interyerga просто gap yo'q. Ovqatlardan eng mazalisi menga yoqqani chechevichный sup bo'ldi. Haqiqiy turk chechevichный suplaridan bo'lgan. Grechka salatni yeb bo'lgandan keyin maza qilib chechevichный suplarni ichib oldik va ikkinchisiga o'zimizga rolla zakaz qildik. Rollani biz juda ham yaxshi ko'ramiz va maza qilib yeb oldik. Meni objorida bo'ylamaylik, просто rolla juda ham mazaliligidan hammasini o'zim yeb qo'ydim. Oyim menga qarab turdilar. Bu joyga bir marta bo'lsa ham kelib ko'rishinglar kerak. Oyim shuncha narsa yesang ham nima yeysan, semirmaysan, men hayron qolaman.